Hurmatli parvozlar, qora quzg'unlar kanali obunachilari, orib bo'ydan cho'qiyapti. Jo'jalar, azillar va o'sha qora quzg'unlar. Ajoyib bir jo'jamiz turibdi mana Muxtorjonda hozir buni bir sinov o'tkazamiz. Ovqatlanish jarayoniga o'zancha vaqt ketadi. O gap yo'q, mana qirg'ichdan tuxumlarni o'tkazib, men buni qaramayman aslida. Juda e'tiborli qarashadi bular. Mana bu yerda shu ko'rdi o'g'li bor, zo'r. Ko'r makonimiz o'zlari. Bir ko'rda qaysi taraf, mana shu taraf ko'r ekan. Bolalar asosan shu ko'rdi jo'jalarini ochirgan Muxtorjon bo'yi sababi ajoyib zo'r jo'jalar shu yerdan chiqyapti. Menimcha tavsiya ham qilsa kerak mana shu jo'jalardan. Sotuvga parvozlarga Muxtorjonning o'ziga aloqaga chiqish mumkin bo'ladi. Kanalimizga anchadan bir video roliklarni joylamayapmiz. Ish munosabati bilan. O ana tuxumni. Nechta tuxum yeyapti ana shular? 3 ta. Tuxumlar beriladi. Alohida parvarish. Mana bu yerda o'sha chempion. Zo'r. Biroz bollari ham turibdi. Ko'r makonda qizlari ham bor. Baqir-chaqir. Yaqinda o'sha Samarqandga chiqarib yuborildi. Jo'jalarda 2 donasi, shu 1 dona ham tanasi mabed ekan-a. O'sha zo'r mana makon. Buni yoshligimiz xo'roz deyotgandik, o't yetilib tuxumga erta kiradi. O'ti toza chiqqan parvozlarga tavsiya qilardim mana shu makonda. Muxtorjon bilan kelishib, xarid qilishdi. Ko'rdi. Qizi bo'ladi. Bu oldingi birinchi partiya bular. Bular shu ikkinchi partiyalari. Makon o'ta zo'r. Parlar o'ta kelishgan holat, zo'r holatda. Bugun biz parvozlarga namoyish qilmoqchi bo'lgan o'rozimizda hozir bir o'yinlarni ko'rgazma uyushtiramiz. Tomoshaga tashlaymiz. Parvozlar bir mazaq miriq dam olishadi. Tuxumlarni berib qo'ysalar o'sha bunga ovqatlantirib. Mayli, lekin men hozir buni sinab ko'raman. Bir yaxshi xo'rozimiz bilan pishirib olish uchun Muxtorjon hozir topga olmoqchi bu xo'rozni. Albatta o'sha pixlarni boylagan holatda uydagi yaxshi jo'jalar bor, o'shalardan biriga hozirroq bir sparing o'tkazamiz. Ozroq emas, ko'proq ham daji, sababi xo'roz ko'p urushmagan bu. O'ta moshni bo'lgan xo'roz. Ko'ramiz, ataklarini kuzatamiz birgalikda. Jang uslubi o'sha gladiatorlarga, asl nasllarga o'xshaydimi, yo'qmi? Mana bu jo'ja urushib qoldimi? Jo'jalar mana shu holatda o'sha janglarda o'zaro shef bo'lish uchun boshlab yuborishadi. Qamtanalardan ajratib qo'yilibdi. E'tiborli bo'lish kerak, hurmatli parvozlar. Bu yaxshi ham bir qorong'u konteyner ertalab kuzatuvda bo'ladi. Svet yoqilmaydi, aks holda o'sha bir-biriga katayda zarar yetkazib qo'yadi. Jo'jalar imенно o'sha degan payt e'tiborli bo'lish kerak. Bosh yoki bo'yin sohalari ochilib ketmasligini oldini olish maqsadida. Mana bu yerda o'sha boykani ko'r makonda o'tgan yilgi o'g'li. Xo'roz o'ta moshni men ko'rganman, kuzatganman. Muxtorjon o'sha ozroq почти o'lik holatdan tiriltirib olib chiqdi buni. Qish paytida kasallandi. Uyga olib kirib, katta korobkaning ichida qish paytida boqdi, o'ziga keltirib yubordi. Mana yuzlari qip-qizil holatda. Xo'roz o'ta moshni, yaqin orada buni ham o'sha sparing jangini kuzatamiz. Menimcha parvozlar mana shu jo'jalarga kimlardir xaridor bo'lib Muxtorjonga aloqaga chiqsa, tavsiya qilaman. Zo'rlar chiqadi bular, urushmaydigani yo'q ichida, hammasi ham zo'rlik ko'rishadi. Buni esa olib ketamiz. Hozir bir yordamchi yo'q. O'zim shu pixlarni xavfsiz qilgan holatda jangini kuzatamiz.